Assalomu alaykum. Salatun nariya degan zikr Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'qigan emas, sahobalarda o'qigan emas, tabiinlardagi, ondan keyingi salaf solih olimlardagi hech kimsa o'qigan emas, o'qiganga buyurgandagi emas. Bu narsa bid'at bo'ladi. Agar o'shani 4444 yil o'qish degan narsa bid'at, alın tekstidagi bid'at kerak bo'lsa, shirk ma'nolarida qamtilgan aljerda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamda ko'kulötü degan ma'nolar bordi. Payg'ambarimizning o'zining nasihatına teskari kelib, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam meni ko'kulötpagili, İsa'ni ko'kulötganday degan o'shanday ma'nolar qamtilgan. Bu yerda Payg'ambarimizni ulug'tuğunu niyat qilgan bo'lsa-da, Payg'ambarimiz aytmagan, sahobalar aytmagan. Ondan Payg'ambarni ko'kulötgan shirkka yaqin ma'nolar bo'lganligi uchun ahli sunnat olimlari buni bid'at deb hisoblagan. Ondan ko'ra Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan Payg'ambarimizdan ma'sur degan zikrlar bo'ladi. Payg'ambarimiz aytgan zikrlar. Krepos musulmonina, hisnul muslim, musulmonning qo'rg'oni degan kitob bor-ku. O'shanda o zikrlarni qilg'ila, bu salatun nariya degan bid'at narsa, ondan avaylaningizlar.